Assalomu alaykum hammaga. Endi biz lidlar bo'limini boshlaymiz. Lidlar bo'limida bizda o'ziga xos statistika shakllantiriladi. Lidlar bu Telegram, Instagram, Facebook va boshqalar banner bo'lishi mumkin. Keling biz Telegram qo'shilgan yana qo'shamiz. Masalan, banner. Bannerdan kelishi mumkin o'quvchilarimiz. Yana qayerdan kelishi mumkin? Instagramdan, banner Instagram yoki tanishi orqali. Tanish orqali kelishi mumkin. Bu nimaga kerak deyilsa, Telegram, banner, Instagram tanish orqali o'quvchi kiritilayotganda shu ma'lumot kiritilib ketilsa, bizning markazimizga o'quvchilar qaysi tarmoq orqali ko'proq kelishyapti. Ya'ni biz e'tiborimizni Telegramga qaratishimiz kerak, bannergami, Instagramgami yoki tanish bilishchilikka qaratishimiz kerakmi? Ya'ni bizda shu ma'lumotlar kelib chiqadi. Bu joy qayerda ko'rinadi deyilsa, o'quvchilarni qo'shayotganimizda, ya'ni shakllantirayotganimizda bu joyda lidlar bo'limi bor. Lidni tanlasa ham, tanlamasa ham bo'laveradi. Lidlar banner, Instagram, tanish orqali deb belgilab qo'yilsa, keyinchalik o'quv markazida o'ziga xos statistika bo'lib shakllanib qoladi. Hozircha shular. Savollar, takliflar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.